Assalomu alaykum oliyjanoblar kanalining qadrli obunachilari. Bormisiz, omonmisiz? Do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays Tour firmasining rasmiy ofisiga tashrif buyurdingizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga iyul oyiga juda ham katta yangiliklar qilingan. Ya'ni siz obunachilarimizga yangi reyslar, yangi yo'nalishlarda to'g'ridan to'g'ri parvozlarda amalga oshirishingiz uchun maxsus video syomka chiqarib boryapmiz. Albatta videoda oxirigacha ko'rib, videomiz yoqsa like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, Umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka, opa-singillarga videoni yuborib qo'yishni unutmanglar azizlar. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz video syomkamizni boshladik. Ahrorbek, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Charchamayapsizmi ishlar bilan? Ahrorbek, mana hozirgi kunda ko'pchilik ziyoratchilarimiz, ya'ni salkam bir 500-600 ziyoratchilarimiz уже parvozlarda amalga oshirishdi. Bundan keyingi hozirgi kunda qachon va qayerdan reyslarimiz yo'lga qo'yildi? Shulardan bir boshdan aytib o'tib ketsak. Xo'p, hozirgi kunda reyslarimiz Farg'onadan bor, Toshkentdan bor aka. Sanasi 1-8, 15, 20, 29 iyulga. Iyul sanasiga bor. Farg'ona, Jidda aka. Toshkentdan ham reyslarimiz bor. 7, 14, 21, 28 iyullasiga reyslarimiz bor aka. Xudo xolasa. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri parvozlar amalga oshiriladi. Toshkentdan Jidda, Farg'onadan Jidda. Tushunarli. Hurmatli obunachilar, mana hozir aytib o'tib ketilgan sanalarga bemalol telefon qilib, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, joylarni bron qilishlaring mumkin. Aynan hozirgi kunda bo'layotgan, ya'ni uchadigan reyslarimizni siz obunachilarimizga ko'rsatib boryapmiz. Xo'p, Ahrorbek, safarimiz haqida ham ma'lumot bersangiz, ya'ni safarimiz necha kunlik bo'ladi va qayerlarda bo'ladi? Shularni ham birma-bir aytib o'tib ketsak. Safarimiz aka 14 kunlik safar bo'ladi. 3 kun Madinada bo'ladi. 11 kun Makkada bo'ladi aka. Tushunarli. Bunda Madina Munavvara va Makka Mukarramada taomlarimiz va gastnitsa oraliq masofalarimiz qanday bo'ladi? Xo'p, Madinada gastnitsa oralig'i 300 metr chiqadi aka. Makkada oraliq masofa 700 metr chiqadi aka. Ovqatlariga keladigan bo'lsak, gastnitsani o'zbek milliy taomlari Madinada ham, Makkada ham o'zbek oshpazlari xudo xolasa pishirib, chiroyli qilib olib kelishadi, qiynalishmaydi aka. Xudo xolasa. Hojotalarimiz. Ya'ni Makka Mukarramada 700 metr bu gastnitsa juda ham yaqin, piyoda borib kelish imkoniyati bor ekan. 3 minutli yo'lda aka. Ya'ni avtobus yo'q. Yo'q, avtobus yo'q aka. Primoy piyoda boriladi. Hurmatli obunachilar, hech qanday navbatlarsiz, hech qanday kutishlarsiz Primoy piyoda borib kelish imkoniyati, ya'ni haram hududiga borib xohlagan paytingizda ibodat qilib kelishlik mumkin bo'ladi. Albatta, ekrandagi raqamlar orqali bemalol bog'lanib, aloqaga chiqib, o'zlaringni qiziqtirgan savollarni bemalol berishlaring va to'liq ma'lumotlarni olishlaring mumkin. Xo'p, Ahrorbek, yana bir narsa, hozirgi kunda firma tomonidan beriladigan narsalar haqida ham bir qisqacha ma'lumot berib o'tib ketaylik. Firma tomonidan beriladi aka, yostiqcha bo'lish, samolyotda, avtobusda ketishayotganda ishlaydi aka. Keyin mana bunday kanzillar beriladi aka. Xudo xolasa Centrum Holidays yozuvi bor, hamda sumka beriladi aka, bejik beriladi aka. Shu narsalar beriladi firma tomonidan aka. Bular bonus aka, mutlaqo bepul. Mutlaqo bepul aka, bular pulli emas. Xudo xolasa. Bundan tashqari sayohat va ziyoratlarimiz ham bo'ladimi? Bo'ladi aka, 10 dan ortiq sayohatlarimiz bor. Ichida bonusi Qizil dengiz sayohati bor aka. Qizil dengiz ham bo'ladi, Xudo xolasa. Ya'ni tajribali, malakali ellikboshlar hamrohligida 14 kun mobaynida ziyoratchilarimiz birgalikda safarlarni qilishar ekan, Xudo xolasa. Ziyoratchilarimizga aka 15 kunlik safar mobaynida ellikboshlarimiz o'zi bosh bo'lib, hamma yo'lda o'rgatib, billa borib, billa kelishadi, Xudo xolasa. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman. Centrum Holidays Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan. Xohlasangiz mana shu joyga kelib to'liq ma'lumotlar olishingiz ham mumkin. Xohlasangiz, ya'ni xohlagan, misol masofadan turib Telegram, WhatsApp ijtimoiy tarmoqlar orqali ham bemalol bog'lanib, o'zlaringni qiziqtirgan savollaringni berishlaring mumkin. Xo'p, Ahrorbek, hozirgi kunda narxlarimiz necha pul qilib belgilandi? Narxlarimiz hozirgi kunda $1100 bo'lib belgilandi aka. $1100dan? To'g'ridan to'g'ri. To'g'ridan to'g'ri aka. Tushunarli. To'lovlarimizni qanday amalga oshirishadi? Xo'p, to'lovlarimiz aka, xohlasa bank orqali to'lov qilishsin, xohlasa kelib shu yerda to'lov qilishsin. Ya'ni rasmiy kassalar ham bor, demak. Rasmiy kassalar ham bor aka. Tushunarli. Uzoqda bo'lsa, shot raqam beramiz aka, shunga to'lov qilishsa bo'laveradi aka. Ya'ni o'zlariga yaqin bo'lgan bank orqali to'lovlarni amalga oshirishlari mumkin. O'zbek so'mida. O'zbek so'mida. Tushunarli.
Hurmatli obunachilar, mana ko'ryapsizlar, o'zlaring hammasini eshityapsizlar. Yana ham to'liqroq ma'lumotlar ekrandagi raqamlarda bo'ladi. Agarda siz musofirdan kuzatib turgan bo'lsangiz, Telegram, WhatsApp ijtimoiy tarmoqlari orqali ham bemalol bog'lanib, aloqaga chiqib, joylarini bron qilishlaring mumkin. Ahrorbek, xudo xolasa, bizning obunachilarimiz telefon qiladigan bo'lsa, bir bonus va chegirmalar qilib beriladimi? Qilib beramiz aka. Shu kanalni kuzatib, mana shu kanal nomidan telefon qilinsa, bonus chegirmalar qilib beramiz. Xudo xolasa. Do'stlar, bizni kuzatib boringlar. Sizlarga qo'limizdan kelgancha ma'lumotlar berdik degan umiddaman. Keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'ling azizlar. Asosiysi o'zingizni ehtiyot qiling. Ahrorbek, rahmat sizga. Sog' bo'ling aka. Rahmat.